Voy, salom. Bugun sizlar bilan birgalikda kiyim qilamiz. Birinchi bosh kiyimdan boshlaymiz. Boshimizga qizil rang tanlaymizmi? Qizil rangni tanlay qolamiz. Qani? Sariq rang menga juda ham yoqadi. Qanaqa naqsh tanlasam ekan? Unchalik chiroyli emas. Yo'q. To'g'ri kelmaydi. Yo'q. Qaysi birini tanlashimni ham hattoki o'zim bilmayapman. Nima qilsam ekan? Qani, naqsh eng oxirgisidan tanlayman. Ko'ramiz, qani qaysi biri yoqadi menga. Qani, mana shuni qoldirib qo'yaymikan? Chiroyliroq ekan, shuni qoldiraman, mayli. Xo'sh, qanaqa bezak qo'shaman? Xo'p, ipli bezak qo'sha qolayman. Ipli bezak bormi? Bor ekan. Ipli bezak qani? Chiroyli qilib joylashtirib olaman. Reklama bo'lib ketdi, uzr. Xo'p, hozir endi men chiroyli qilib kiyintirib olaman. Uning uchun qanaqa? Chiroyli yengli buxni qalin kiyim tanlab olaman. Rangini sariq qilib qolaman. Yo'q, qora yaxshi. Sariq bilan qora chiroyli tushadi. Endi birgalikda qilib chiqaman hammasini. Naqsh qo'yaymi yo naqsh? Mayli, naqsh qo'ymaganim yaxshiroq menimcha. Qora qilib qo'ya qolaman. Naqsh qo'ymayman. Endi navbat shimga. Menimcha yubka tanlaganim yaxshiroq. Chiroyli bo'ldi. Sariq yubkaga qanaqa bezak mos kelar ekan, aniqlab olishim kerak. Xo'sh. Bu bezak ham chiroyli. Xo'p. Lekin to'g'ri kelmaydi. Yana reklama, uzr. Qani, chiroyli bezaklar. Xo'sh, Angelaga, ya'ni menga juda ham yarashadi. Bo'lmaydi. Buni o'chirib tashlay qolaman. Buni o'rniga boshqacharoq yubka tanlayman. Xo'sh, mana bu yubka 5000 so'm ekan. Shuni sotib ola qolaman. Voy, kalta bo'lsa chiroyli turibdi. Bosh kiyimimni o'zgartiraymi? Yo'q. Oyoq kiyimimga uzun sopiq tanlasam-chi, qora qilib chiroyli bo'ladi. Qora bo'ldi, ana. Juda ham chiroyli chiqdi. Xo'p, unga naqsh kerak emas. Bosh kiyim juda yoqmayapti, o'zgartira qolaman. O'chirib tashlay qolsam-chi bosh kiyimni? Unchalik yoqmadi. Ana o'chirdim. Qani endi kiyib ko'raman. Qani, rang qildim. Voy,